$159 ming ga 8 sotu 11 xonali uyimizni sotuvga chiqdi. Videoni o'tib olmay to'liq tushuntirib o'taman. Akamiz o'zlari uchun qurgan ekanlar uyni, ba'zi bir sabablarga ko'ra sotayotgan ekanlar. Qarang, manzilimiz Sergeli Keymakon mahallasi. Bu mahallada Sergeli Xonobod bo'yicha $159 ming ga yer ham yo'q. 8 sotu yeringiz ham $160 ming bo'ladi. Qarang, 8 sotu yerimizda ikkita binosi bor ekan. Birinchi binomizda 2 qavat, 4 ta xonasi bor. İçi bitgan, remontlar yaxshi ekan, yashab turibdi shu joyda. Ikkinchi binomizda 7 ta xona, tek yaxlit podval qilingan ekan va tepasiga ahamiyat bering, mansardani tuplatib qo'yishgan ekan. 100% pishgan g'ishtdan qurilgan. Bu katta uyimizga ikkita kirish eshigi bor ekan. Bu yoqdan va yondan kirsa bo'ladi. 10 tarafimizda yozgi oshxona, bu yoqda mana tovuq boqar ekanlar. Bu ikkinchi taraf kirishimizni ko'rishingiz mumkin. Narxi 159 ming deyaptilar. Kelsanglar yana tepasida gaplashib kelishtirib beraman deyapti. Shu videomizdan katta hovli qidirgan tanishinglarga yuborib qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat, omon bo'linglar.